Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Opa, Qorabo'y o'quv markaziga farzandingizni olib kelibsiz. O sizga bir nechta savollarimiz bor edi. Xo'p deb javob bermoqchi bo'lganingiz uchun avvalo rahmat. Xo'p, Qorabo'y o'quv markazi haqidagi o'zingizni olgan taassurotlaringiz va fikrlaringizni bir o'rtoqlashingizni va sizga o'xshab farzandlarini o'qitmoqchi bo'lgan ota-onalar uchun qanday fikrlaringiz bo'lsa, fikrlaringizni aytishingizni kutib qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, ota-onalar. Men mana farzandlarimni, Muhammad Yusuf, Muhammad Bobur o'g'illarimni Qorabo'y o'quv markaziga olib keldim. Ingliz tili va matematika fanlaridan. Bu yerda menga o'qituvchilarni o'tayotgan bilimlari, keyingi bilimlari va yana eng asosiysi narxi arzonligi yoqdi. Chunki bitta o'g'limni ikkitadan kursga berganimda ham 4 ta kursga bergan bo'laman. Shuni hisobiga bizga narxlari ham ma'qul keldi. Keyin o'qituvchilarimiz ham juda ham bilimli. Men shunga quvonib, internetdan ko'rib turib shu yerga olib keldim. Shundan xursandman. O'qituvchilarga rahmat. Xo'p. Siz darslarimizda qatnashyapsiz, a? Farzandingiz qatnashyapti. Ustozlar darslari haqida, o'zingizda olgan taassurotlaringiz haqida fikringizni aytsangiz. Ustozlarimiz juda ham yaxshi. Darslarni juda soddalik bilan, qiyin masalalarni oddiylik bilan tushuntirib berishyapti. Bizda yaxshi taassurot qoldirdi ustozlarimiz. Barcha ustozlarimizga kattakon rahmat. Ajratgan vaqtlaring uchun rahmat. Qorabo'y o'quv markazi siz va siz kabi ota-onalarning farzandlariga bilim berishda doim xizmatga tayyor. Farzandlaringizni yuqori cho'qqalarga erishib, o'zlari orzu qilgan universitetlarga kirib, siz kutgan farzandlar bo'lishlariga tilakdoshmiz. Bu yo'lda bilim berishga biz har doim tayyormiz. Rahmat barcha ota-onalarga shu yerga Qorabo'y o'quv markaziga farzandlarini olib kelishlarini so'rab qolaman. Rahmat, charchamanglar.